uyga kelsam, qizlar уже hamma yoqni chiroyli qilib, toza qilib ketishibdi. Qaranglar, ketishayotgan ekan. Xayrlashib oldim ular bilan. Rahmat aytib, обязательно va Go Cleaningda yana gilam yuvish shunaqasi ham bor, xizmati ham bor. Gilamlarimni ham berib bordim. Eng yoqqan narsasi Go Cleaningda menga nima? Qizlar haqiqatdan nima deydi, ishini zo'r qiladi va ishonarli qizlar. Mana o'tgan safar kelgan qizimiz yana keldi. U o'tgan safarga ancha bo'lib ketganda, ishonarli qizlar uzoq muddat bitta ishda ishlaydi. Ya'ni bemalol xotirjam, misol uchun qanaqadir taqimchoqlaringizni ham qo'yib qo'ysangiz, o'sha narsa shu joyda turadi, sal chetroq qolib qo'yadi deb bemalol ishongan holda ularni chaqirsanglar bo'ladi. Menda hech narsam yo'qolmagan. Hamma narsaga o'sha Go Cleaning o'zlari javob berishadi, qizlarga ham hatto. Shuning uchun men ularga ishonib chaqiraman va katta rahmat aytaman.